turmushga chiqdi. Er lazzatni his qildi, ayol esa og'riqni. Homilador bo'ldi. Er xursandchilikni his qildi, xotin esa ko'ngil aynish va charchoqni. Bola tushib qoldi. Erga ta'ziya bildirildi. Ayolga esa malomat toshlari otildi. Homiladorlik kechikdi. Er no'tiladi va unga ko'ngil ko'taruvchi gaplar aytiladi. Ayol esa boshidan har xil jarrohlik amaliyotlari va tahlillarni o'tkazadi. Uning ustiga qo'rquv va aybdorlikni his qiladi. Homilador bo'ldi va farzand dunyoga keldi. Erni xursand qilinadi, maqtovlar aytiladi, bolaga ismni u qo'yadi va tabriklarni ham u qabul qilib oladi. Ayol esa to'lg'oq og'rig'i, mashaqqati bolani emizadi va bola yig'lasa kechalari bedor bo'ladi.